Kilosi 100 mingdan oshiq sirni uy sharoitida juda ham arzon usulda tayyorlab ko'rdim. Sirni tayyorlash uchun bizga 1 kilogramm tvorog hamda 1 litr sut kerak bo'ladi. Vikalinani tagiga olmaydigan qozonlarga sutni quyamiz, ustidan tvorogni ham solamiz. Tvorog bilan sutning zardobi tepaga ko'tarilishi boshlaydi. Ana o'sha payt tvoroglarni sitaga solib, zardobidan ajratib olamiz. Qozonga 100 gramm saryog'ni solib eritib olamiz. Tvorogli massani saryog'li massaga solib yaxshilab aralashtiramiz. Tvorogga 1 osh qoshiq tuz solib aralashtiramiz. Kamochkalari ketib, sir ko'rinishiga kelib erishni boshlaydi. 1 choy qoshiq ichimlik sodasi yaxshilab aralashtiramiz, reaksiyaga kirishni boshlaydi. 3 ta tuxum sarig'ini solib 5 daqiqa yaxshilab aralashtiramiz. Tvorogli massa batamom eriydi va sir ko'rinishiga keladi. Ana o'sha payt idishga solamiz, ustini strech paket bilan yopib, xolodilnikka kamida 2 soatga olib qo'yamiz. Bu masalliqdan 1 kilodan oshiq sir chiqdi. Sir cho'ziluvchan bo'lganligi uchun pitssalarga ishlatsangiz ham bo'ladi.